Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga ijaraga xonali kvartira topib qo'ydik. Bu ijaraga beradigan kvartiramiz 2-qavatda, liftlar ishlaydi, kirish joyimiz. Kirganimizda perexoshka, koridor chiroyli qilib qo'yib, mana bu birinchi xonamiz sirasi. Firma yopishtirgan aboylarni uzib tashab, pomni o'zlari qimmat aboylarni chiroyli qilib qo'yishibdi, sharoitini yaxshilab qo'yishgan. Bu kvartiramizning manzili Rishton eski mol bozorida yonida. Bu tomonda ikkinchi xonamiz. Isitish tizimlari bor. Isiydi qishda hamma yoq как положено. Bu yerdan chiqqanimizda sirazi kuxnya, mana qaranglar, kuxnya ham mebellar bilan, aristoni bilan. Sirazi bu tomonda balkoni mavjud. Ikkinchi qavat, samigilarni zo'r tomon. Ikkinchi xonamiz. Sharoitni zo'r qo'ygan. Akalar, kimga kerak bo'lsa pastga nomerlar qoldiraman. Telefon qilib qolgan ma'lumotlarni so'rab olishlari mumkin. Narxini oyiga $200 deyishyapti. Yangi, hali hech kim yashamagan. Agar uzoqroq muddatga yashayman desa, aka chiroyli qilib yana tushib beraman deyaptilar. Bosinglar, oilaga beriladi bu kvartira. Oilaga. Ketdik. Hurmatli obunachilar, kanalimizga obuna bo'lib qolinglar. Uzoqdan kuzatib turgan obunachilarimiz uchun Facebook, Telegram, Instagram, YouTube kanallarimiz mavjud. 24 soat reklama deb poyez bersanglar, hammasi chiqadi.